Almayda kafesi уже mana bugun kechqurundan bugun kelaverasizlar. Do'stlar, og'aynilar bilan bemalol kelasizlar. Hozir 10 har 10 blogerlar chaqirgan. Hozir kelib ichkarida ko'rsatamiz. Kechqurun kelasizlar, qo'l yuvasizlar. Kassaga pulni to'laysizlar. Chiqmaydi ekanda. Yana erta to'lab olmaymiz. Mana bu. Pizza bor ekan. Nech xil ovqat bor, Shavkat aka? 20 xil ovqat bor ekan. Oshna og'aynilar bilan mehmonlar kelib, sog'liq qilib mehmon qilib o'tirishlar bo'ladi. Hali safardan kelgan mehmonlarimiz bo'ladi-yu, uzoqdan kelgan yaqinlar bilan mehmonlar olib kelsalar bo'lasizlar. Vokzal to'g'risida Almayda kafesiga kelaveradi. Sho'rma nimada pishadi aka bu? Uchun boshqacha-yu. Kelaverasizlar. Pizza, kredichka.